Surxondaryolik sochi uzun klientimiz bugun barber shopimizga tashrif buyurib, "Barber aka, to'g'risini aytsam, sochim uzun. Kalta qilishni umuman xohlamayapman. Agarda bironta ideyangiz bo'ladigan bo'lsa, marhamat. Faqat qarang, sochimni kalta qilib qo'ymang" degan taklifni berib qoldi. Men ko'p o'ylab o'tirmasdan qaychi va taroq yordamida sochini klientimizni olishni boshladim. Ko'rib turishingiz mumkin, nafaqat qaychidan, balki flirovichni lezva yordamida sochimizni orqa qismida kerak bo'lmagan ob'yomlarni olishga harakat qildim. Tepa qismlarida ham anchagina uzun bo'lib qolganligi uchun ekonom darajasida sochini oldim. Fen yordamida sochlarni yaxshilab quritib, kerakli ob'yomni orqaga tarab oldim. Negativlarga keladigan bo'lsak, sizlar xato qilasizlar. Sababi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam sahobalariga sochlaringizni ekonom darajada olib yuring deb aytgan ekanlar. Shuning uchun sochi uzun degani bu har xil ig'vo gaplar emas. Har kimga ham emas, sochini mana shunday uzun qilib o'stirib, o'zi xohlagan soch turmagida yurishligi. Ko'rib turishimiz mumkin, tayyor holatini juda ham ajoyib chiqdi, menimcha san'at darajasida. Faqatgina uyiga borganlarida ukladka qilish jarayonlarida qiynalmasa bo'ldi. Sababi men o'zim qanday qilib sochni ukladka qilish va sochni ko'chaga tarab chiqish haqida ham ma'lumotlarni berdim. Agarda sizning sochingiz ham mana shunday uzun bo'ladigan bo'lsa, bizga marhamat.